Payg'ambarimiz aytdilar, sendan bir narsani man qilganga ana shu bir narsani berishing. Sendan aloqasini uzgan bilan aloqani tikkalashing va senga zulm qilganni avf qilishing. Agar o'shalarni qilsang, Alloh taolo seni jannatga kiritadi. Nimalar deyildi? Birinchisi nima bo'ldi? Bir narsani sendan man qilgan odamga bir narsani berishing. Qarindosh urug'laring sendan aloqasini uzgan bo'lsa, sen orqasidan borishliging ularda. Va uchinchisi, senga zulm qilganni avf qilishing. Uchovi ham qiyin, a? Uchovi ham qiyin, ayniqsa hozirgi zamonda. Boraversanmi dedi, bir marta ham uyingga kelmas. Nima qarzing bormi ulardan dedi. Shunaqa esliklar ko'p, boyagaligi yo'llaringni ochib oladi deganda ulfatlar bor-da, boraversanmi sen dedi. 7-qotiyur rohim.